Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu o'sha 9 qavatlik binomizni 3-qavatini ham yeb boshlab yubordik bo'lmasa. Ko'rib turganingizdek, binomiz 1-2-qavatlari noturar bo'ladi. Ya'ni ofis, klinika, savdo nuqtasi, o'quv markazlari uchun juda ham zo'r soqqani bosadigan nuqta bo'lyapti. Bu 2-qavati o'sha aytganimizdek 1-2-qavatlari noturar joy bo'ladi. O'quv markazi uchun ham juda ham zo'r. 1-2-qavatda ham lift bor, ya'ni liftdan foydalanishingiz mumkin va 2-qavatga chiqish yo'lini binoni oldi tarafidan ham ochib berishadi. Zo'ra. Ayni mana shu qavatdan, ya'ni 3-qavatdan turar joy majmuamizni 1-qavat boshlanadi. Bu yerlar xonadonlar qilib belgilangan va biz 2-9 qavatligimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Va navbatdagi 9 qavatligimiz u ham uzoqdan emas, shundoqqina 7 qavatlikda o'ng tarafida joylashgan. Hozir 1-qavatini tom yopish jarayonlari ketyapti. 2-qavat qurilishiga start beriladi. Yuqorida aytganimizdek, uylar hali bemalol bu 9 qavat uylardan mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Salom City bu aynan siz va kamina istagan qulaylik.